Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan O'ztuning kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlarga juda ham ajoyib va qiziqarli bo'lgan bitta ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat, ko'rib tomosha qiling, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas, Labo va Damas avtomobillariga Magikarp pultlar hozirgi vaqtda necha pulga uстановка bo'ladi yoki qancha sommaga bitadi, bitishi. Shu haqda ma'lumot beramiz. Xo'p, ishimiz boshlandi do'stlar bu avtomobilimizda. Birinchi qiladigan ishimiz, birinchi ishni ko'rsataman, keyin narxni aytaman sizlarga. Donali sentezamon qo'yiladi bunga. Mana birinchi shopir tomoniga akkuratni qilib, qotirib, har bitta simlarni ham zajimlab, kabelni ham ikkitalik yaxshi qalindan tortib qo'yib olganmiz va passajir tomoniga ham donali sentezamonni qo'yib, simlarni ham akkuratni holatda qilib, zajimlab, ikkitalik sim, qalin sim qo'yib olganmiz. O'zini simi ingichka bo'ladi va korroziyaga chidamsiz bo'ladi. Endi eshikning ichidan chiqqan simlarni ham juda ham kulturni va akkuratni holatda qilib qo'yamiz. Sababi bu eshikni ochganda sal chiroyliroq ko'rinishligi kerak. Bardakka o'xshamasdan akkuratni holatda bo'ldi. Xo'p, bu avtomobilimiz prostoy, ya'ni birinchi vipska laboligi uchun eshikda ligushkalari yo'q. Bunga ikkala tomoniga ham ligushka uстановка qilamiz. Hozir bu passajir tomonga uстановка qilingan ligushkamiz, eshikda ligushkasi. Plafon ham faqat prямой yonar ekan, kulchatilda va o'chirar ekan. Uni ham eshikni ham yonadigan qilib beramiz. Hozir shopir tomonimizga ham uстановка qilib bir yo'la pultimizda kolonkasini ham sedidan tagiga qotirib o'tib ketganmiz. Ishimiz osonroq bo'lishligi uchun va bu yerda sentr zamoyida kabellarni olib chiqib olganmiz. Shopir tomonnikini ham, passajir tomonnikini ham olib chiqib olganmiz. Albatta ikkitalik kabel, birligimi yo ikkiligimi kabel ishlatasizlar. Shunda sal yaxshiroq xizmat qiladi va izolyatsiyasi ham qalinroq bo'ladi o'zini kabeliga nisbatan. Endi qiladigan ishimiz do'stlar, pult uстановкасini boshlaymiz. Pult uстановкасini boshlashdan oldin tabloni yechib olamiz. Sababi biz tabloni orqa tomoniga qo'yamiz. Shunda haligi ortcha simlar iloji boricha ko'rinmaydi. Tablomizni hozir yechib oldik. Yani pultni uстановка qilish jarayoni endi boshlanadi. Qolgan holatlarni ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana pultni uстановка qilingan holati. Даже miyasini qayerga qo'yilgani ko'ringanligi yo'q. Mana shu qo'limda ushlab turgan tomonni pastki qismiga miyasini qo'yib o'rganmiz. Bu suvimiz yog'dachigimizniki. Bu chap tomonda ishlaydigan ikkita chap va o'ng поворотный, ya'ni gabarit chiroqlari bo'ladi. Qolgan simlar hammasi pastki qismiga ulanadi. Do'stlar, pultimiz bovushni, video registratorlarimiz ham bovushligi uchun simlari sal paletga qilish ozgina qiyinroq bo'ldi, lekin eplab oldik, Xudoga shukr. Osilmadan ko'rinmaydigan qilib, bu relayimiz stator uchun qo'yilgan. Skors datchigasi bunga, faqat skorda xalastoy holatda yuradi, skors urilgan holatda yurmaydi. Bu tomonda zelyoniy simimiz polni ochilgandagi zamortuk, sariq simimiz stator, qizil simimiz prямой plus bo'ladi va orqa tomonda ko'rsataman, oq sim bor bitta. Bu aksessuar, ya'ni kalitni bitta ochilganda yo'lab qo'yamiz. Shunda mashinamiz pult yurgizilganda ham maytfonamiz yonaveradi. Bu qo'limdagilar sentr zamon, chap tomon, o'ng tomon eshikdagi sariq va ko'k simimiz sentr zamonida blok betaniyasiga blokirovka maqsadida urinadigan sim. Do'stlar, charchaganman, shuning uchun gaplarim chalg'ib ketib qolyapti. Ming bora uzr. Xo'p, endi bu tomonimizda nima desam bo'ladi? Ligushkamizning simlari bor. Hozir bu tomonga olib ko'rsataman sizlarga. Mana qizil simimiz, pultni ligushkasining simi, oq simimiz biz o'rnatgan uстановка qilingan ikkita ligushkadan kelgan sim va tepa tomoniga plafonga olib chiqib ketganmiz. Bu oq simimiz, oq sim ulangan, bu pultni dutkasini, ya'ni kalonkani simi. Mana bu ligushkaniki hozir ko'rsatdim, qizil bilan oq bitta qilib ketilgan ligushkaniki. Endi mana bu yig'ilgan, paparetga qilingan holati. Bitta hech qanaqangi ortiqcha kabellar ko'rinmaydi yoki osilib tushib qolmaydi. Hammasini o'zini joyi bor, tepa tomonga zajimlab chiroyli qilib qo'yib qo'yiladi. Endi qiladigan ishimiz ligushka. Skors datchik demoqchi edim, o'zlaridan ketib qoldim. Skors datchik uстановка qilib qo'ydik avtomobilimizga. Bu holat faqatgina avtomobil skorga xalastoy qilingan holatda pultda keyin yuradi. Skorda bo'lgan holatda yurmaydi. 1da bo'larmi, 4da bo'larmi, zatnidan qizig'i yo'q. Qaysi holatda bo'lsa ham, skorsda bo'lsa bo'ldi, avtomobilimiz zavodit bo'lmaydi. Bu tomoni ham tayyor bo'ldi. Endi video registratorimizni uстановка qilib olganmiz. Va tepadagi plafonimizni ham ikkitali rejimda yonadigan qilib oldik. Video registratorimiz oldi kamera, salon kamera va orqa kamera bilan jihozlangan. Mana bu plafonimiz mana. Plafonimizni ham mana eshikda yonib o'chadigan holati. Prямой holati ham bor, eshikda yonib o'chadigan holati ham bor.
o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Bu video registratorda salonda oladigan kamerasi. Buni mijoz tomonga qo'yib bering deganlar uchun mijoz tomonga qo'yib berdik. Bu esa orqa kamerasi. Buni orqadagi bort eshigi ochilsa ham hech narsa qilmaydi. Endi avtomobilimizga qilingan ishlarimizni sizlarga bir boshdan ko'rsatib, yurishlarning hammasini tushuntirib, tekshirib olamiz do'stlar. Hozir mana tayyor bo'ldi hamma narsasi. Shok sensorlari, pultda antennalari, video registratorimiz oldi orqa kameralari, o'zini uстановkalari hammasi, plafonlarimiz ham uстановkalari, plafon almashmadi, o'zligini qilib berdik. Shu zavod holatda ishlaydi, eshikda ham, premoyda ham, boshqada ham. Juda oson ish ekan bu. Va shopir tomondagi simlarimizni ham akkuratni holatda qilib olib o'tib tayyorlab oldik. Orqa tomonimizda video registratorimizni orqa kamerasi. Bu orqa bort orqa eshigi ochilganda tegmaydigan qilib uстановка qilingan. Ochib ko'rib olganmiz. Endi avtomobilimizni hozir yurgizib ko'rsataman sizlarga. Qulflanishlari. Qulf turibdi. Narigi tomonimiz ham qulf holatda. Endi ochib ko'rsataman, buni ochildi. Ochilishi, yopilishi. Avtomobilimizda shu xalostoy holatga qo'yib qo'yasiz. Hozir skorost ketib olmaysizlarning xalostoy holatda turibdi. Kaliti o'zini ichida. Endi avtomobilimizni hozir yurgizib ko'ramiz do'stlar. Ko'ryapsizlar, avtomobilimiz juda ham ajoyib holatda. Motorni o't oldirib, avtomatik ravishda yurgizib turibdi va pultga ham o'zini komandasini berdi. Ya'ni mashina yurdi degan komandani beryapti pultga. O'chirish ham shu pultimizda o'zida bo'ladi do'stlar. Bu avtomobilimiz o'chdi va eshigimizni ochib qo'yamiz. Xo'p do'stlar, endi sizlarga hisob-kitobni aytib o'taman. Buni ana bu simlari, senter zamoga, ligushkalari, izolenta, pizolentalari bo'lib 105 ming so'm rasxod qilindi. Mayda maylicha rasxodiga katta rasxodi hozirgi vaqtda $50, 906 o'sha qo'limdagi pult $50, video registrator 350 ming, 380 ming atrofida. Xo'p do'stlar, bizning xizmatimiz 600 ming so'mga hammasini uстановka qilib berdik. Bu yerda 600 ming so'mning ichida boshqa ishlar ham bo'lgan. Registrator uстановkalar, mana skorost datchiklari, mana bitta montaj ishlari ham bor, hammasi ichida. Xullas do'stlar, hammasini summani bitta qilib hisoblab chiqarib olsalaring bo'ladi. Endi yana bitta narsani aytib o'taman. Kimgadir bizning xizmat haqimiz arzon bo'lishi mumkin, kimgadir qimmat bo'lishi mumkin. Bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hamma usta o'zining mehnat narxini o'zi belgilaydi. Hech kim belgilamaydi boshqa. O'zi belgilaydi. Klientga ma'qul kelsa qilgizadi, ma'qul kelmasa qilgizmaydi. Shuning uchun qimmat ekan, arzon ekan, uyida bizga bu gaplarda qizig'i yo'q do'stlar. Xullas do'stlar, videoroligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa va jicha bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, videorolikka like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Rahmat sizlarga.